Yaşasın Uzbekistan, yaşasın Fransa, yaşasın Fransa, Uzbekistan dostluğu. Это моя родина, это моя родина. Это трогательный момент. Да, конечно, конечно. Это моя малая родина. Et ça, c'est une photo prise par un Français. Mana shu masalaga ham juda katta e'tibor berishimiz kerak. Milliy o'zligimizda timsoli bo'lgan, ma'naviyatimiz asosi bo'lgan ona tilimizga e'tibor yanada kuchaytiriladi. Albatta oilamizda ham chet til bilish albatta kerak. Bu ham hozir zamon talabi, lekin ona tili bilish majbur qilishimiz kerak. Majbur. Mana shu yana bir marta mana farzandim chet tillarini biladi-yu, ona tilini bilmaydi degan yangi O'zbekistonga ma'qul emas. Chet til bilishi kerak, lekin ona tilini bilishi majbur. Nimaga desamiz, nimaga men kuyib pishib o'zligimizda anglash, yangi O'zbekistonga har bir sohada qaror, farmon, qonunlar qabul qilyapmiz. Bu degani jonajon vatanimizda buyuk farzandlarimiz o'zini jadid bobolarimizni hali ham keyinroq ham eslayman. Nima uchun eslayapman? Bir jadid bobomizni bir kitoblarini o'qinglar. Men baxtim bo'lgan sari ana shu Avloniy bobomizda hamma narsa yozilgan, ta'lim bo'yicha. Hamma narsa yozilgan. Hech bir chetdan o'rganib kelish evvel kerak emas. Shuni o'zini bilasak, bizda juda zo'r buyuk bobomiz yozib ketgan, lekin uni amalga oshirmaymiz, o'qimaymiz, varaqlamaymiz ham. O'shani o'qisak o'zi bo'ladi-ku.